Sayohat sevuvchilar xush kelibsiz profiliga obuna bo'lib qo'yinglar. Men sayohatni yoqtirmaganim bilan, lekin sizlar yoqtirasizlar bilaman. Shuncha yildan keyin Otabek Madrahimov qaytdi. Avvalambor tabriklaymiz. Rahmat. Lekin muxlislar ham qaytisharmikan? Nima deb o'ylaysiz? Bu narsaga hech kim garantiya bera olmaydi. Men juda ham muxlislarimni sog'inganman. Men kabi meni ham sog'ingan muxlislarim har holda ozgina bo'lsa ham bo'lsa kerak. Hamma Amerika orzusida yurgan paytda nima uchun bunaqa tub burilishga ortga qaytdingiz? Endi Amerika men uchun o'zi hech qachon qiziq bo'lmagan. Men faqatgina shu bolalarimizni, farzandlarimizni o'sha yerda o'qishi uchun, ularning kelajagi uchun harakat qilingan edi. Amerika u yoshlarga qiziq deb bizga. Qaysi davlatlarda bo'ldingiz yana bundan tashqari? Men juda ham ko'p davlatlarda bo'lganman, bu to'g'risida to'xtalib o'tgim kelmayapti, lekin o'zimizni vatanga yetadigani yo'q, ishoninglar. Shu vaqt davomida o'zingiz uchun olgan saboqingiz. Xulosangiz. Nima bo'lgan taqdirda ham sog'lig'ingizga qarang. Shu eng katta saboq men uchun. Sayohatni yaxshi ko'rasizmi? Yo'q. Muxlislarni qanaqa yangiliklar kutyapti? Juda ham ko'p yangilik, sababi ancha yildan beri katta sahnalarda ko'rinmay qolgan edim. Hozir mana dekabr oyida konsertimizga tayyorgarlik, undan tashqari yangi albom yozish. Meni ijodimni kuzatgan bo'lsanglar, oddiy konsert bermaganman. Teatrlashtirilgan shou konsertlar bo'lardi. Bu galgisi ham ishoning juda katta shou konsert bo'ladi. Bolaligimiz, yoshligimiz sizni qo'shiqlaringiz bilan o'tgan va albatta umid qilamiz, bundan buyog'iga ham shu afsonaviy Otabek Madrahimov bo'lib qolasiz. Yo'q, men afsona emasman. Har doim aytganman, men oddiy. Afsona bo'lgan insonlaringiz ham bor-da. Shunaqa ashaddiy muxlislaringiz bor. Rahmat. Oxirida bizani obunachilarimizga va bizani muxlislarimizga o'zingizni tilaklaringiz. Bugungi kundagi mana bu alg'ov olamda hamma yoqda qat'iy qaramang, u davlatda urush, bu davlatda urush. Yurtimiz tinch bo'lsin. Tinch davlatda konsertlar ham bo'ladi, to'y hasham ham bo'ladi, ba'zida jamshid bo'ladi, bayramlar bo'ladi. Shu yig'isi bo'lsa ham, shu chaqaloq yig'isi bo'lsin, xursandchilik yig'isi bo'lsin.